Faoliyatim davomida menga eng ko'p beriladigan savol bu ko'zlarni qanday qilib yorqinroq va chiroyli ko'rinish haqidagisi bo'ladi. Ko'pchilik ayol va qizlarimiz o'rtasida smoky eyes makiyaji juda ham bo'rttirilgan yoki yorqin rangda bo'ladi degan fikrlar yuradi. Bugun sizlar bilan bu makiyajni to'g'ri va oson texnika bilan qilish usullarini ko'rib chiqamiz. Bu makiyajda asosan urg'u ko'zga qaratilinadi, lekin bugun sizlar bilan yuzga lifting effekt va kontouring qilishlarni qo'shimcha qilamiz. Smoky eyes qaysi holatlarda ko'proq qo'llaniladi? Agar sizning tug'ilgan kun, kechki bazmlar uchun tanlangan libosingiz yoki soch turmagingiz soddadek ko'rinayotgan bo'lsa, smoky eyes makiyaji sizni yorqinroq hamda jozibaliroq ko'rsatishi mumkin. Men bu makiyaj usulini osilgan qovoqlar uchun tavsiya qilmayman. Agarda tendan noto'g'ri foydalansangiz, smoky eyes makiyaji sizni ko'zingizni yanada osiltirib qo'yishi mumkin. Ko'zimizga ishni asosdan boshlaymiz. Buning uchun bizga och rangdagi tenlar kerak bo'ladi. Tenlar asosan kist yordamida suriladi, lekin sizlar uchun oddiygina va sodda lifehack. Agarda uy sharoitida bu ko'rinishdagi kistlar bo'lmasa, albatta barmoqlarimiz yordamida tendan to'g'ri foydalansak bo'ladi. Bu makiyaj asosan qora yoki jigarrang rangdagi qalamlar yordamida qilinadi, lekin bugun sizlar bilan suyuq ten, ya'ni jidkiy ten yordamida tez va oson bajarilish usulini ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turgan makiyajingiz sizga namuna bo'lishi mumkin. Qo'limdagi suyuq ten va bu kist bilan ko'z kosasi ichlari to'ldiriladi va quruq ten bilan kist yordamida rastushavать qilinadi. Bu makiyajda ham eng qiyin texnika ko'zni to'g'ri rastushavать qilish bo'ladi. Smoky eyes uchun eng kerakli bo'ladigan asosiy narsalar hozir: qalam, jidkiy ten, blesk va oddiygina tush. Bularni ketma-ket va to'g'ri o'z o'rnida qo'llaymiz. Bu makiyajimizda burundan tepa qism to'q bo'lganligi uchun burundan pastki qismlar, ya'ni lab qismlarimiz bizda och rangda bo'ladi. Shunda mutanosib makiyaj bo'ladi. Bu makiyajni uy sharoitida yoki to'y, bazmlar uchun albatta bajarib ko'ring. Tayyor natijani esa ko'rishingiz mumkin. Bundan keyingi videolarimizda yangi makiyaj usullarini o'rganamiz.